Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Orzularingiz ro'yobga chiqishini xohlaysizmi? G'amlaringiz ketib, qarzlaringiz uzilib, hayotingiz yaxshi bo'lishini xohlaysizmi? O'zingizga payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga salovat aytib yurishni odat qiling. Hech ham to'xtatmang. Doim aytavering, doim aytavering. Hamma muammolaringiz hal bo'ladi, hamma mushkulotlaringiz yechiladi. Qarzlar bo'lsa uziladi, tashvishlar ketadi, muammolar yechiladi. Eng oson salovat quyidagidir. Allohumma solli ala sayyidina Muhammad va ala ali sayyidina Muhammad. Qaytaraman. Allohumma solli ala sayyidina Muhammad va ala ali sayyidina Muhammad. Allohga qasamki va yana Allohga qasamki va yana Allohga qasamki sizni orzularingiz amalga oshadi. O'zingiz yaxshi ko'rgan kishilarga ham bu videoni jo'nating, ularga ham o'rgatib qo'ying. Doim o'zingizga salovat aytib yurishni lozim tuting. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.